o'zini hurmat qilgan insonlar o'z shaxsiy chegarasiga ega bo'ladi. Xullas, har kuni janjalli ichida yashayman, yetishmovchilik, shaxsiy chegarasi yo'q insonlarda juda ham katta muammolar paydo bo'ladi. Har tomonlama shunaqayam erim qattiq do'pposlaydi. Dumini likillatib turgan itga o'xshash joyiga solib qo'yaman. Mumkin emas men bilan bunaqa muomala qilish. Demak, men bugungi videoda sizga shaxsiy chegarani qadamma-qadam qanday o'rnatish kerak, hammasini tushuntirib ochib beraman. Bu videoni ko'rganingizdan keyin sizda shaxsiy chegara qanaqa bo'ladi degan tushunchaga ega bo'lasiz va o'zingizni shaxsiy chegarangizni asta-asta o'rnatishni boshlaysiz. Assalomu alaykum. Ismim Feruza. Va kanalimda shaxsiy rivojlanish, o'sish, o'zimning tajribalarim, hayotimda nimalardan xato qildim, nimalarni to'g'ri qildim bo'lishib boraman. Bu sizga qiziq bo'lsa, albatta obuna bo'ling kanalimga, chunki shunaqa videolar chiqib turadi. Meni o'ylaymanki, eng katta qilgan xatoyim bu meni shaxsiy chegaram bo'lmagani. Ya'ni men tushunmaganman shaxsiy chegara nima, odam o'zini qanday qilib saqlash kerak, qanaqa qilib shaxsiy chegara qurish kerak. Umuman o'zi bolaligimizda hech kim ham shaxsiy chegarasi bo'lmagan. U istalgan vaqt istalgan gapini aytishgan kattalar yoki istalgan buyrug'ini bergan. Misol, u kattalarga yo'q deya olmagan. Shu sababli har birimizda shaxsiy chegarasi yo'qligimiz paydo bo'lib qolgan. Bu juda ham noto'g'ri. Bu erkin, svobodno yashashingizga xalaqit beradi. Istalgan narsalaringizga erishishingizga xalaqit beradi, chunki har doim kimnidir kontrolida, kimnidir qo'pol gapini eshitishga majbur bo'lish mumkin. Lekin shaxsiy chegarasini o'rnatgan qizlar, yigitlar bunaqa muammolarga duch kelmaydi. Ular shu muammolar bilan shug'ullanish o'rniga o'zini miyasini, fikrini yaxshi narsalar yaratishga, yangi narsalar o'ylab topishga qaratadi. Shuning uchun agar sizni shaxsiy chegarangiz qo'yilmagan bo'lsa, sizda shaxsiy chegara yo'q bo'lsa, обязательно bu videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak va shunda o'zingizni shaxsiy chegaralaringizni o'rnatib olasiz. Shaxsiy chegarasi yo'q insonlarda juda ham katta muammolar paydo bo'ladi, har tomonlama. Chunki chegarasi yo'q odamdan hamma xohlaganicha foydalanadi. Shaxsiy chegarasi yo'q inson qanaqa bo'ladi deganda, men o'zimga qarasam, misol uchun dumini likillatib turgan itga o'xshash holatni ko'raman va ustiga og'ir yuk, ya'ni ko'tarishidan ham og'ir bo'lgan yuk osilgan eshakni ko'z oldingizga keltirishingiz mumkin. Bu agar sizni shaxsiy chegarangiz bo'lmasa, albatta hamma bu narsani qiladi, hamma foydalanishgisi keladi bekordan bekorga. Ya'ni sog'lom, ya'ni insonni foydalanishimiz kerak. Masalan, meni farzandim, men undan foydalanaman, uni buni qilib bet tozala, chunki biz bitta oila, bitta komanda birgalashib hamma narsani qilishimiz kerak. Lekin shaxsiy chegarasi yo'q insonlarga keragidan ortiq yuk qo'yiladi. Nafaqat yuk, nafaqat bu mehnat misolida keltirishim mumkin. Ya'ni chegaralar 4-5 xil turga bo'linadi. Bu moliyaviy chegara, hissiy chegara, aqliy chegara, shaxsiy chegara. Xullas, har bitta insonda o'zini chegarasi o'rnatilishi kerak. Ya'ni bu kimlarda o'rnatiladi? Bu o'zini hurmat qilgan insonlar o'z shaxsiy chegarasiga ega bo'ladi. Har doim siz masalan tanish bilishlaringiz ichida, qarindoshlaringiz ichidami yoki mashhur insonlar ichidami, umuman siz tanishlaringiz orasida shaxsiy chegarasini o'rnatgan insonlar boshqacha bo'ladi va ular bilan siz bilib gaplaringizni muomala qilasiz. Lekin shaxsiy chegarasi yo'q insonlar bilan siz xohlaganingizdek ularni asabiga tegib ham, boshqacha qilib ham muomala qila olasiz. Bu ularni shaxsiy chegarasi yo'qligidan dalolat beradi va ular bundan keyin qiynalib, xullas o'zlarini tiklab olishlari qiyin bo'ladi. Lekin shaxsiy chegarasi bor insonlar biladi o'zini vaqtini men sarflashim kerakmi, shularga yo'qmi? Ya'ni chegarasi bor ularni. Masalan, ortiqcha kutmaydi.
ну xullas hamma takliflarga ham xo'p deyolmaydi. Men mana shu eng qiynalgan narsam, haligacha ozgina qiynalib kelaman. Yo'q deyolmayman. Shu narsa bo'yicha ishlashim kerak. Ya'ni takliflar juda ko'p tushadi. Hammasiga xo'p deyolmaysiz. Lekin chiroyli qilib yo'q deyishga ham o'rganish kerak ba'zan. Ozgina qoralama yozib oldim. Shtobi qanaqa ketma-ketlikda sizga yetkazib berish uchun. Shaxsiy chegara albatta oilada ham kerak. Shaxsiy chegarasi yo'q insonlar, masalan, ayollarga keladigan bo'lsak, ular doim do'pposlanib yashashadi. Ular umuman deb bitta gapini aytishga ham hech kim qo'ymaydi. Ularning shaxsiy fikri ham umuman inobatga olinmaydi. Men o'zim ham qachondir shaxsiy chegarasini yo'qotgan ayol, shaxsiy chegarasini yo'qotgan qiz sifatida yashaganman va bu judayam qiyin bo'lgan. Umuman shaxsiy chegarasi yo'q odam rivojlana olmaydi. U destruktiv holatda yashayotgan bo'ladi. Shuning uchun обязательно hammamizga kerakli miqdorda shaxsiy chegaramizni o'rnatishimiz kerak. Shaxsiy chegara o'zi nima? Bu bitta insonni ham jismoniy, ham aqliy, ham ruhiy holatini, komfortini himoya qilinishi, chegara o'rnatilishi. Ya'ni bu chegaradan xohlagan odam xohlaganicha buzib kirishi mumkin emas. U o'zini shaxsiy chegarasini o'rnatgan inson hisoblanadi. Ya'ni shaxsiy chegara mana shu narsalardan iborat. O'zi shaxsiy chegara nimaga kerak? Yuqorida ham aytib o'tdim, yana bir marta ta'kidlab ketaman. Shaxsiy chegara o'zini hurmatini o'rnatmoqchi bo'lgan insonlarga kerak. Hali o'zini hurmat qilish, o'zini sevish va boshqa shunga o'xshab juda ham qiziqarli bo'lgan mavzularda ham videolar tayyorlayman, lekin o'zingiz shaxsiy chegarangizni o'rnatmay turib, u tarafga hali o'tib bo'lmaydi. Shuning uchun bu mavzuni hozir olib chiqyapman. Hali juda ham ko'p kerakli, qiziqarli videolar bo'ladi. Shaxsiy chegarasi bor inson birinchi o'rinda o'ziga bo'lgan hurmati oshadi. Ikkinchi bo'lib, uni hayotida stresslar kamayadi. Chunki shunchaki bu chegarani buzib kirib chiqadigan insonlar, munosabatlar kamayishni boshlaydi. Munosabatlar bo'ladigan bo'lsa, ular sog'lom munosabatda bo'lishadi va manipulyatsiya qilib bo'lmaydi shaxsiy chegarasi bor insonni. Bizani o'zbekona qadriyatlarimizdan kelib chiqib, ko'plab oilalarda er tarafidan ayoliga nisbatan shaxsiy chegarasi juda ham buzib tashlanadi va qaynonalar tomonidan kelinlariga nisbatan juda ham uni shaxsiy chegarasi buzib tashlanadi. Bu avvalasi o'sha qiz shaxsiy chegarasiga ega qilib tarbiya qilinmagani, ya'ni u bilmaydi qanaqa tutish kerak o'zini, hamma narsaga xo'p deb keyin juda ham qattiq stressga, juda ham qattiq sog'lig'ini yo'qotishiga to'g'ri keladi. Lekin hozir oxirgi vaqtlar ko'ryapman, kichkina qizlar ham juda ham malatsi, o'zini konkretniy fikriga ega, shaxsiy chegarasiga ega. Bu yerda hozir dinni aralashtirmaymiz. Chunki misol uchun dinda to'g'ri, misol uchun xotin kishi eriga anaqa qiladi, ya'ni bo'ysunadi, er ustunroq hisoblanadi. Men juda ham bu narsani qo'llab-quvvatlayman, chunki ayol himoyada bo'ladi. Lekin ba'zi paytlarda o'sha erkakdan ham ayolni himoya qilish kerak bo'lib qolgan joylari juda ko'p. Men shu haqida gapiryapman, ya'ni bu gapimni xunuk qilib chiqarib anaqa qilish shart emas, noto'g'ri tushunish shart emas. Ya'ni dinimizda bunaqa yo'q. Men bu chegarasi buzilgan, juda ham toptab tashilgan chegaralar haqida gapiryapman. Chunki bunaqa holatda tan olishimiz kerak, O'zbekistonda juda ko'p. Men o'zimni tanishlarim ichida umuman do'stlardan, etdan-betdan, ko'chalardan постоянно menga obunachilar yozadi, shunaqa holat. Ya'ni hech qaysi ayolni ko'pincha hollarda o'zini shaxsiy chegarasi bo'lmaydi. Bitta misol keltiraman. Bir kun bitta ayol menga yozib qoldilar. Shunaqayam erim qattiq do'pposlaydi, shunaqayam xullas har kuni janjalli ichida yashayman, yetishmovchilik. Lekin erim necha yil, 30-20 yil davomida tinmasdan do'pposlab keladi. Bolalarim uchun sabr qilib yashayman.
deb yozib qoldi. Mana shunaqa holatlarda bu ayol o'zini chegarasini qo'yolmagan. Ya'ni sizga har kim, u eringiz bo'lsin, u qaynonangiz bo'lsin yoki kim bo'lishidan qat'iy nazar darrov sizni urib ketmaydi. Darrov sizni do'pposlab ketmaydi. Bu qadamma-qadam, asta-asta amalga oshiriladi. Birinchi ozgina jig'ingizga tegib gapirib ko'radi. Siz indamaysiz. Keyin yana yaqinroq, keyin qarasa indamayapsizmi? Keyin oxirida bunga можно, bu insonni вообще do'pposlab dabdalasini chiqarsang ham indamay o'tiradi degan fikr hosil bo'ladi. Shuning uchun siz mana shunaqa vaziyatda sizni do'pposlab, ya'ni 30 yil do'pposlaydigan darajaga kelguningizcha bu o'zingiz sababchi bo'lgansiz. Ya'ni siz o'zingiz chegarangizni o'rnata olmagansiz. O'sha do'pposlaydigan eringiz hozir borib o'zini shaxsiy chegarasini biladigan, o'zini hurmat qiladigan ayolni turmush o'rtog'i bo'lganida u bunaqa qilmas edi. Shuning uchun kimni eri do'pposlab judayam qattiq izdivatsiya qilib yashaydigan bo'lsa, bu yillar davomida demak menga shu narsa mumkin degan fikr berilgan turmush o'rtog'ingizga. Ozgina qo'pollashganida, qo'pol gapirganida mumkin emas men bilan bunaqa gaplashish, mumkin emas deb tushuntirilishi kerak edi. Men bunaqa qo'pol bo'lsa men chidamayman, men yashamayman, kerakli joylarga aytilish kerak. Mana shu narsa hop o'tib ketar, hop yaxshi bo'lar deb sizni urib manda pachaq qilgan darajagacha olib kelmashingiz kerak. Bu holatlarda har bitta inson, albatta bizni tajribamiz, bilimimiz yo'qligi uchun shu narsalarga kelamiz. Lekin o'zini mahkam shaxsiy chegarasini o'rnatib olgan ayollar bilan sizni do'pposlaydigan eringiz lekin boshqa ayolga bunaqa munosabat qilmaydi. Unga o'ylab gapiradi, unga chiroyli munosabat qiladi. Shuning uchun men har bitta oila mana shunday sog'lom munosabatda bo'lishini xohlayman. Har bitta ayol ham, erkak ham o'zini shaxsiy chegarasiga ega bo'lish, ya'ni uni shaxsiy chegarasini buzadigan, uni urib dabdalasini chiqaradigan holatga kelmasligini xohlagan bo'lardim. Shaxsiy chegarani o'rnatishni boshlaymiz. U qanday bo'ladi? Shaxsiy chegarasi yo'q insonlar, ular nima xohlayman, nima xohlamayman degan savolga javob bermagan bo'lishadi. Ya'ni ular даже o'zini nima xohlamasligini bilmaydigan insonlar. Siz shaxsiy chegarani o'rnatish uchun bitta bloknot olasizda, hamma siz bilan bo'ladigan munosabatlar, hamma gapiriladigan gaplar, hamma zo'ravonlik bo'lsa zo'ravonlik yozib chiqasiz. Va sizga ma'qul kelmaydigan narsalar bitta tarafga va siz xohlaydigan narsalar bitta tarafga. Ya'ni siz bilan qanaqa munosabatda bo'lish mumkin emas. Masalan, men bilan baqirib, qo'pol gapirib, menga jahl qilib, meni do'pposlab munosabat qilish mumkin emas. Qachonlardir lekin menga mana shunaqa munosabat bo'lgan. Qachonki men o'zimni shaxsiy chegaramni bilmaganimda, menga xohlaganicha vazifa topshirgan va hammasini hop deb amalga oshirishga, ya'ni insonlarga qulay bo'lishga harakat qilish bu xato. Hamma narsada me'yor, balans bo'lishi kerak. Shuning uchun siz men bilan mana shunaqa munosabat bo'lishi mumkin emas, bu menga yoqmaydi deb siz o'zingizni analiz qilib chiqishingiz kerak, fikrlaringizni, holatingizni, qanaqa holat sizga komfortni, qanaqa holat sizga noqulay, siz yomon his qilasiz. Bu shaxsiy chegara ham do'stlar, ham oilaviy munosabatlarda, ko'p joylarda kerak bo'ladi shaxsiy chegarani o'rnata olgan insonlar. Bir pog'ona уже o'sgan, rivojlangan insonlar hisoblanadi. Nimaga masalan Munisa Rizayevaga unaqa qo'pol muomala qilib bo'lmaydi? Chunki u o'zini shaxsiy chegarasini biladi. Nima qilyapsan deydi misol uchun.
nima deydi, tushunmadi, mana bunday qilib o'tir deydi. Misol uchun любой odam kelib uni birorta xatosiga qanaqadir qo'pol muomala ishlatsa, hammamiz xato qilamiz. Siz bilan qo'pol gaplashayotgan insonga tushuntirib qo'yishingiz kerak. Har bitta inson xato qiladi va mana shu xatolardan o'sadi, rivojlanadi. Shu xatoni bilib, bilmasdan men qildim, lekin kelajakda buni to'g'rilayman, qilmaslikka harakat qilaman. Lekin san mani chegaramni buzib, mana bunaqa qo'pol, menga haqoratli so'zlar bilan gapirishga haqqingiz yo'q. Men bu narsani ko'tarmayman. Menga to'g'ri kelmaydi. Siz menga mana bunday qo'lingizni ko'tarishingiz meni qilgan xatoyimga, bu menga to'g'ri kelmaydi deb vaqtinchalik o'sha inson bilan chegara o'rnatishga, vaqtinchalik munosabatlarda tanaffus qilishga, toki u odam anglasin, bunga mana bunday qo'pol munosabat qilinsa, bu inson chidamas ekan, demak bunga bunaqa qilib bo'lmaydi degan fikrga keladi. Shaxsiy chegarani birdaniga bir kunda janjal qilib, bo'ldi, mana shaxsiy chegara bo'lishi kerak ekan, endi men bunaqa qilaman deb o'rnatib bo'lmaydi. Balkim oy, balkim yil ketishi mumkin. Bu asta-asta amalga oshiriladigan narsa. Chunki hech kim sizni tushunmaydi. Birdaniga, "Sen o'zgarib qoldingmi?" deydi-da, yana qaytadan do'pposlashga o'tilishi mumkin agar shunaqa oilalar bo'ladigan bo'lsa. Bilaman, bunaqa oilalar kam emas. Baralla ayta olaman, O'zbekistonda tiqilib yotibdi. Ko'pincha ayollar farzandim bor, boradigan joyim yo'q, uy-joyim yo'q deb juda qattiq munosabatlarga, juda qattiq holatlarga chidab yashashga majbur bo'lib yotibdi. Men o'z ko'zim bilan ko'raman hamma joyda bu narsalarni. Shuning uchun shaxsiy chegaralar qadamma-qadam o'rnatiladi asta-asta. Bu qoidalar kiritishdan boshlaysiz. Ya'ni men avval o'zingizni maqsadlaringizni aniqlab olasiz va o'sha maqsadlarga yarasha qoidalar kiritishingiz kerak. Masalan, men har kuni soat 9 kechki 00 da telefonim polyot rejimiga tushadi. Men hech qanaqa qo'ng'iroq, hech qanaqa SMS-ni absolyutno qabul qilmayman. Bu meni shaxsiy chegaram. Masalan, kimgadir eshik ochishim kerakmi, kimdir kechroq uyga kiradigan bo'lsa, bo'ldi. Kirdi, kirmadi, bu meni vazifam emas. Meni hamma biladi, men soat 9:00 da, maksimum 9:30 da shunday polyotga tushirib, men uxlayman, men dam olishim kerak. Bu meni shaxsiy chegaram. Va siz o'zingiz shaxsiy chegarangizni o'rnatganingizda, insonlar ham o'zingizni hurmat qilishingizni ko'rib, ular ham sizni asta-asta hurmat qilishni boshlaydi. Bu ajoyib. Lekin bu degani men faqat o'zimni shaxsiy chegaramni o'rnatib olib, boshqalarnikiga tupuraman degani emas. Men juda ham boshqalarni shaxsiy chegarasini o'zim qo'yib beraman, o'zim chiroyli qilib, hurmatini joyiga qo'yib, ortiqcha nimadir zarar yetkazish, umuman mana shu kichkinaligimda menda odat bor, mumkin emas, umuman birovning shaxsiy chegarasini buza olmayman, juda ham yuzim qattiqligi yo'q-da, judayam qiyin bu holat menga, lekin shu bilan birga meni o'zimni shaxsiy chegaram yo'q edi. Vaqti bilan bu narsani shakllantirib oldim. Ozgina bo'lsa ham, ozgina emas, ya'ni yaxshigina shakllantirib olganman. Kimdir men bilan qo'pol muomala qilishga harakat qilsa, men bilan bunaqa gaplashmang deb aytaman. Yaqinda bir voqea bo'ldi. Telefonda, ya'ni svetimiz o'chib qoldi, blokka tushgan va men telefon qilib, "Assalomu alaykum, shunaqa, bizda shunaqa o'chgandi" desam, qo'pol gapirishadi. Xo'p deb razgovor tugadi, o'chirdim. Hamma bilan srazu sapchib ketavermayman. Keyin yana bitta inson telefon qildi. "Men xullas siz anaqa svetingiz o'chgan ekan, yoqib bermoqchiman" dedi. "Xo'p, men ko'chada edim, sizni 2 kun kutdim. Menga qo'ng'iroq bo'lmadi, 2 kun izlab topolmadim, kim yoqib berishini, ustiga bormagan joyim qolmadi" desam, "Siz uyda o'tirishingiz kerak edi. Siz svetingiz o'chdimi, значит, meni kutishingiz kerak edi siz. Hozir men kompyuterdan qarab bermoqchi edim sizga. Kennayi, siz avval svetingizga pul to'lab qo'ying-da,
keyin unaqa bunaqa deb gapirishib nima debsan dedim, mandan kattaroq inson ekan, man unga chiroyli gapirsam tushunmadi, man hozir ko'chadaman, yarim soatlarda yetib boraman desam, keyin man ham o'zimni chegaramni qo'ydim, ya'ni qo'polga qo'pol qilib javobini qaytarib qo'ydim. Man shunaqa odatim bor, misol judayam chiroyli muomala qilaman, umuman birovga qo'pol muomala qilib ketolmayman, umuman bu mani tabiatimga mos kelmaydi. Lekin har xil insonlar bor, asabiy bo'lib turgandir, birdaniga siz borib nimanidir so'raganingizda qo'pol gapirishsa, ozgina indamay turaman, lekin haddidan oshsa srazu mendan shunaqa katta agressiya keladi. Ko'chada odamlar bormi, boshqami, judayam joyiga solib qo'yaman. Mumkin emas men bilan bunaqa muomala qilish. Tushuntirib qo'yaman. Vot, yo'q deya olish menda ozgina muammo, lekin buni ancha yaxshiladim. Avval umuman yo'q deya olmasdim. Hozir ozgina yo'q, meni vaqtimga to'g'ri kelmaydi, yo unaqa bunaqa deb tushuntira olaman. To'rtinchisi esa chegaralaringizni buzganda insonlar bu menga yoqmayapti deb aytish kerak. Ya'ni sizga san shunaqa qilibsan deb qo'pol gapirib ketayotgan bo'lsa, sizni hozir gapirayotgan gapingiz menga yoqmayapti, men buni eshitgim kelmayapti. Men xato qilishim mumkin, lekin siz menga qachon to'g'ri tonda gapirishni boshlasangiz, o'shanda eshitaman deb ishini yoping, eshitmang. U odam, siz gapiradigan odam borib, asabini ko'chada boshqa joyda sochib kelib, keyin sizga to'g'ri tushuntirish kerak hamma narsani. Mana shunda siz o'zingizni hurmat qilgan va shaxsiy chegarangizni o'rnatgan bo'lasiz. Shaxsiy chegara o'rnatish bu egoizm deb o'ylayotgan bo'lsangiz, xato qilasiz. Egoizm bu faqat o'zini birinchi o'ringa qo'yib, men zo'rman, men hamma yaxshi narsalarga loyiqman deb boshqalarni chegaralariga tupurib ketadigan, boshqalarni vashe niже o'rinda ko'radigan insonlar. Lekin shaxsiy chegarasi bor insonlar boshqani ham hurmat qiladi, shaxsiy chegarasini. Ya'ni hurmatsiz muomalada bo'lishlariga o'rgatib qo'ymang o'zingiz atrofingizdagilarni. Kuzating, atrofni, odamlarni kuzating, qarang kimni shaxsiy chegarasi bor. Vau deng, o'rnak oling, o'rganing. Mana bu insonni shaxsiy chegarasi yo'q ekan deb srazu bilasiz. Shaxsiy chegarasi bor va yo'q odamlar darrov ikkiga ajraladi. Shaxsiy chegarasi yo'q inson bilan yuqorida aytganimdek siz ham xohlagan narsangizga foydalanasiz, o'ynatasiz qo'lingizda. Shaxsiy chegarasi bor inson bilan hurmat qilib, o'ylab gaplashasiz. Va bu yaxshi. Siz bilan ham shunday gaplashsin. Kerak emas sizni o'ynatishlari, chunki siz ham Alloh yaratgan bitta bandasi, siz boshqalar qatori. Shuning uchun shaxsiy chegara juda ham kerak deb hisoblayman. Shaxsiy chegarasi yo'q inson bu qulay inson bo'ladi. Qulay inson bo'lish yaxshi boshqalar uchun, o'zi uchun qiyin bo'ladi. Mana shu gapimni judayam qattiq yozib oling o'zingiz bloknotingizga. Ya'ni shaxsiy chegarasi yo'q inson boshqalar uchun qulay, o'zi uchun noqulay bo'ladi. Ya'ni sizga noqulay bo'lgan joydan keting. Siz bilan qo'pol gaplashayotgan ishxonadan, munosabatlardan, do'stlikdan keting. Doim siz yerga urib, izdivatsiya qilib yashaydigan, bunaqa joyda yashamaydigan, o'shanaqa munosabatga chidamagan inson o'zini hurmat qilgan inson bo'ladi. O'zini shaxsiy chegarasiga ega bo'lgan inson bo'ladi. Shunday qilib, kichik qadamlar bilan mana shunday o'zingizni shaxsiy chegarangizni barpo qiling. Обязательно. Men agar qiz farzand, farqi yo'q, o'g'il farzand o'stirsam, albatta uni shaxsiy chegarasini hurmat qilaman. Meni ham farzandlarim meni shaxsiy chegaramni buzishiga qo'ymayman. Ularni ham saqlashga harakat qilaman chegaralarini va kelajakda ham ularga shu narsani tilayman. Men o'zim ham 10 yil avvalgi,
15-20 yil avvalgi Feruzaga o'zini shaxsiy chegarasi bo'lishini judayam tilardim. Mana shu gaplarni aytgan bo'lardim. Lekin buni ilojisi yo'q, vaqt o'tib ketdi. Lekin bu tajribamni, bilimimni sizga aytgim keldi. Siz ham agar shu video yoqqan bo'lsa, like bosib, istoriyalaringizda bo'lishsiz Instagramda. Men ham o'zim istoriyamga qo'yaman. Sizni do'stlaringiz bilan bo'lishing. Do'stlaringiz ham o'zini shaxsiy chegarasini o'rnatishni bilsin. Balki qaysidir opa singillaringiz o'zini shaxsiy chegarasini qo'ya olmasdan qiynalib yurishgandir. Bu video ularga kerak bo'ladi. Albatta bo'lishing. Men bilan birga bo'lganingizdan xursandman va keyingi videolarda yana ko'rishguncha siz bilan Feruza bo'ldi.